Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Sonlar yaxshimi? Bugun biz Murodjon akam do'konlariga keldik. Assalomu alaykum Murodjon aka, yaxshimisiz? Assalomu. Abdulloh, yo'ldingizmi? Ha, rahmat. Bizda 4 metrli bir suramiz bor. Ha, zo'r. Vau, chotki. 4 metrli 120 ming so'm. Ha, Choqlar suramiz 50 ming so'm. ha, zo'r. 40 ming so'mdan 4 metrli bulatlarmiz. Chotki. 30 ming so'mdan 3 metrli. Olades. 18 havlamiz 100 ming so'mdan metr. O, ana. Rekalamiz 3,5 ming so'mdan. O, 7 yo'lnishi dursimiz 60 ming so'm. o. Yangili vasat qo'yamiz, hammasi uzun vasalarimiz bor. Yo. 4 metrli, ichida ulog'i yo'q. 20 ming so'mdan. 200 ming so'mdan 5 metrli to'sinlar, boy to'sin. 80 ming so'mdan 4 metrli to'sinlar. Chotki, chotki. 5 metrlik salopimiz 60 ming so'm. Boy to'sin 4 metrli 120 ming so'm bilan 150 ming o'rtasida. Vasalangiz nisbi? 15 ming so'mdan 10 tali, 9-10 tali qo'yilgan. 20 minglik vastamizda bo'lmaydi. Mana qarang. Tur qarshisidan katta vastalarimiz 20 ming so'mdan. Mana 15 ming so'mdan vastalarimiz. O, zo'r. Yana rekalamiz bor. Yangi qurilish qilayotganlar kelarsin yonimizga. To'plarimiz bor 5 metrli. Va, ana. Namanganlarga o'zbek chiqarib qo'yamiz, zakasi 10 ming metr. Shoqlar shitor ekamiz bor, 5,5 ming so'mdan, garbili yo'q. Oddiy olamiz. Hamma yo'lamiz cheklanmagan miqdorda bor. Qat-qat bo'ylab Farg'ona, Andijon, Namanganga dastlashyolar kelishganlar bo'ladi. bo'ldi gap. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Abdushi sog' bo'linglar. Sog' bo'lasizlar. Hop. Assalomu alaykum qadrdonlar. 2026-yil 30-yanvar bizda 20 minglik vassamizni reklama qildik. Tog'amiz Tashlardan kelib olib ketyaptilar. 80 kvadrat vassa 25 ta 4 metr 90 kelib olib ketyaptilar. Kimga qanaqa narsalar zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar Kombinat Taxta bozor. Boshlig'i mumlar yoqdimi? Xudo bergan nasibasi shu ekan. Bo'ldi. Avvalo Xudo bergan nasibasiga shukr qilish kerak. Ha, bo'ldi. Kimki halol mehnat qilib, ijod qilaman, yordam bo'lsalar, bemalol kelib, Kelinavadi. taqdir nasibasiga so'rasa. Bitta duo qo'yasiz, boshlig'i. Pulingizni ham olib, duoingizni ham olaman. Iymonimiz o'zimizga bo'lsin. Alloh yurtimizni, elimizni tinch qilsin. Allohu akbar.